Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hormanglar, salomatmisizlar? Tikkini kelgan joyidan tahlilini davom ettiramiz. Sizlar bilan 13-16 savol turiga kelgan edik. Darsni boshlashdan oldin aytib o'taman, agar videoni kanalga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, kelasi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib, laykchani bitta bosib qo'ying. Men bo'lsa tahlilni boshlayman. Xo'p, bismillah, kelinglar boshlaymiz. 13-16 savol turida o'zi bizdan nima so'raydi kelinglar, savolni shartini ko'rib chiqamiz. Ta'mil tiko tiri neyonkwa kattın go'sil ko'rishibshiyo. Ya'ni kelasi savollarni yaxshilab eshitib, mazmuniga mosni toping deb aytilgan savol. Ya'ni biz solishtiramizda mazmunini mosini tanlaymiz, qolganini chiqarib yuboramiz. Bizda detallarida chalg'itadi, detallariga e'tibor berib, variantlarni 100% tahlilini qilib bo'lgandan keyingina eshitadigan bo'lsak, javoblarni topishimiz juda ham oson bo'ladi. Xo'p, kelinglar variantlarni tarjima qilishdan boshlayman. Yo'janin chachorlo chulgunanda. Ya'ni qiz metro orqali chulgun qiladi, ya'ni chulbal kunmu qiladi. Chulbal degan jo'nash, kunmu ishga, ya'ni ishga jo'nab ketadi. Shuni qisqartmasi deb olsak bo'ladi, chulgunada. Jo'nab ketmoq, jo'naydi, ya'ni ishga bormoq. Chulgunada bormoq. Chulbal kunmu, kunmuga chulbaradi. Xo'p, ya'ni qiz metro orqali ishga boradi. Namjanin chegini chijigir hetta. Ya'ni erkak shu kunlarda ishga kirdi. Yojae chibeso hesaga mon pionida. Ya'ni qizni uyidan kompaniya uzoq deyapti. Uzoq. In pionida degani lardan, lar sirasidan, mana shunaqalar sirasiga kiradi degan tarjimani beradi. Qizni uyidan kompaniya uzoq. Keyingisi. 집에서 회사까지 1시간 정도 걸린다. Uydan kompaniyagacha 1 soat darajasida ketadi deb aytilyapti. Endi tarjima qilib chiqdim. Menda mana shunaqa ichimda fikr bo'lishi kerak. Ya'ni ayol metro orqali ishga boradi, balki erkak metro orqali ishga borar, balki avtobus orqali borar. Mana shu joylarda chalg'itadi deb turib qisqacha o'zimcha fikrlab olib turib eshitsam yaxshiroq topaman. Keyingisida Chizigir hetta deyapti. Namja shu kunlarda ishga kirdi. Balki yoja kirgandir, balki kirolmagandir. Mana shularni audiodan eshitib turib solishtiraman. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa qoldiraman, xato bo'lsa chiqarib tashlayman. Xo'p, shu kunlarda ishga kirdi. Keyingisi. Yojaye 집에서 회사가 먼 편이다. Uzoqmi? Qizi uyidan kompaniya uzoq. Uzoqmi, yaqinmi? Mana shuni diqqat bilan qarab eshitib turaman. Keyingisida 1 soatlarcha ketadi dot. Balki 2 soat ketar. Balki 15 minut ketar. Uni audioni eshitib turib ko'raman. Mana shunaqa holatda ruchka bilan bemalol ustiga yozib ishlasangiz bo'ladi. Test jarayonida sizga ham tavsiya qilaman. Har doim o'zingizga tushunarli qilib qaysilarida chalg'itadi. Ruchkada chizib oling bemalol qog'ozga. Xo'p, matn holatidan tarjimani boshlaymiz tahlilini. Xo'p, namja gapni boshlar ekan, birinchi. Namja gapni boshlayapti. Cheongshi 취업에 성공하셨다면서요? 성공하셨다면서요? 축하해요. Ya'ni Chiyon shi ishga 성공하다 degani o'zi muvaffaqiyat qozonmoq, muvaffaqiyatli bajarmoq nimadirni. Ya'ni bu yoqda bitta qilib tarjima qilsak bo'ladi. Ishga kirdingiz, ya'ni ishga kiribsiz, ishga kirishda tayyorgarlik ko'rgan, muvaffaqiyat qozoning. Ishga kiribsiz deb eshitdim. Tabriklayman deb aytyapti. Namja aytyapti, ishga kiribsizmi? Demak, yoja ishga kirgan. Bu yoqda biz sразу variantlardan chiqarsak bo'ladi ikkini. Chunki namja so'rayapti, ishga kirdingizmi desa, ha, rahmat deb turib keyingisida aytyapti, ne ko'mayo'q, ha, rahmat. Ya'ni namja ishga kirmagan, yoja kirgan ekan. Mana shunaqa qilib solishtirib ketsangiz bo'ladi. Endi hammasini o'qib turib, bittada solishtirishga o'tamiz vaqtni tejagan holatda. Tikki jarayonida bitta eshityapsizmi? Chalg'ityaptim, sira-sira chiqarib tursangiz, javoblar anaqa qoladi. Hali chiqara olmaganingiz 2 ta yoki 3 ta qoladi. Diqqatingiz aniqlashadi. Hozir biz tahlilda bittada ko'raveramiz, lekin tikkida siz bittada uji chalg'itdim, sira-sira chiqarib turing, shunda tezroq to'g'ri javobni topa olasiz. Hop, ne 고마워요. 그런데 회사가 좀 멀어서 걱정이에요. Ha, rahmat, lekin kompaniya biroz uzoqligi uchun xotirlanyapman. 얼마나 걸리는데요?
지하철로 가요? qancha ketadi? metro orqali borasizmi? desa, post로 가는데 아침에는 막히니까 1시간 반쯤 걸려요. avtobus orqali boraman. Ertalab tirband bo'ladi. Shuning uchun 1,5 soatlarcha ketadi. Chim dot taxminan. Taxminan 1,5 soatlarcha ketadi dot. Variantlardan solishtirishni boshlayman. Birinchisida yoza chiachol orqali, metro orqali ishga boradi. Bu yoqda so'radi, chiocholda borasizmi deb aytganiga avtobusda boraman deb aytdi. Shuni evaziga biz chiqarib tashlasak bo'lar ekan, birini ham bemalol. Demak, chiacholda emas, postida borar ekan. Ikkinchisini chiqarib bo'lganmiz 3. Qizni uyidan kompaniya uzoq deyapti. Uzoq ekan haqiqatdan ham. Ishga muvaffaqiyat qozonibsiz, ya'ni ishga kiribsiz, tabriklayman deganda, lekin biroz uzoqligi uchun xavotirlanyapman deb turib ikkinchi gapda qiz aytyapti. To'g'ri javob bizda 3 bo'ladi. To'rni chiqarib tashlashimiz kerak. To'rni ko'ramiz. 집에서 회사까지 1시간 정도 걸려요. Haqiqatan 1 soatlarcha ketarmikan? Bu yoqda aytyapti-ku, oxirgi gapida. Ertalab tirband bo'ladi, shuning uchun 1 soat ya'ni yarim, 1,5 soatlarcha ketadi deyapti. 1 soat emas ekan. Sonlarida chalg'itib ketibdi. Shuning uchun buni ham chiqarib tashlasak bo'ladi. To'g'ri javob 3 bo'lyapti. Mana shu ko'rinishda yechsangiz bo'ladi. 14 ga o'tamiz. Xo'p, 이 행사는 3일 후에 시작된다. Ya'ni bu 행사 degani tadbir. Bilmaydigan so'zlaringiz bo'lsa albatta yodlab boring. So'zlar o'stiradi, tahlil bilan albatta. Bu tadbir 3 kundan keyin boshlanadi. 수박 축제는 일주일간 열린다. Ya'ni Subak Taruza, Tukche festival. Taruz festivali bir hafta mobaynida bo'lib o'tadi. Yollida ochilmoq, bunaqa holatda keladigan bo'lsa, bo'lib o'tadi degan tarjimada qilib qo'yamiz. Bir hafta mobaynida bo'lib o'tadi Taruz festivali. Keyingisi Changi Charang deyilyapti. Changi Charang degani maktablarda bo'lishi mumkin, universitetlarda asosan o'tkaziladigan bu anaqa tadbir hisoblanadi va qo'shiq aytish bo'lishi mumkin, raqs tushishi mumkin, qanaqadir rol o'ynash bo'lishi mumkin, kimnidir o'xshatish va hokazo. Ya'ni talant, nimadir talantingizni ko'rsatib beradigan tadbir hisoblanadi. Talant festivali, talantlar shousi, nimadirlar deb turib tarjima qilsangiz bo'ladi. Talantlar tadbiri. Ya'ni mana shunaqa o'zingiz talantingizni ko'rsatib beradigan qo'shiq orqali, raqs orqali yoki biror bir nutq bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shu tadbir deyapti, talantlar shousi, o'zingiz talantingizni ko'rsatib beradigan tadbir bugun 4 da boshlanadi. Keyingisi 축제 시간에 수박을 사게 판매한다. Ya'ni festival mobaynida, kigan degan muddat degani, festival muddatida, ya'ni shuni ichida, festival bo'layotgan muddatni ichida tarvuzlarni arzonga sotar ekan. Arzon qilib sotilar ekan. Xo'p, ko'rib oldim, chalg'itadi. Qaysilarida chalg'itadi ko'rib olaman yana. 3 kundan keyin boshlanadi. Balki bugun boshlanar, balki ertaga boshlanar. Mana shu joyda 3 kun, aniq 3 kunmi? Mana shunga e'tibor berib tursangiz bo'ladi. Aniq 3 kunmi, 3 kun emasmi? Keyingisi bir hafta ilchuyildoti, bir hafta mobaynida o'tkaziladi bu tadbir. Balki 1 oy o'tkazilar, hali bilmaymiz. Shuning uchun mana shunaqa tagiga chizib olsangiz, o'zingizga mana shularga qarab turasiz har gap gapirayotganda. Xo'p, keyin mana tadbir, talantlar o'zini talantini ko'rsatib beradigan shou tadbir bugun 4 da boshlanadi deyapti. Bugun aniq bugun 4 da boshlanadimi? Shuni ko'rish kerak. Shuni chalg'itishi mumkin, ertaga deyishi mumkin, ertadan keyin deyishi mumkin. Shunisiga yaxshilab qarab eshitish kerak bo'ladi. Xo'p, festival mobaynida tarvuz arzon sotiladi. Haqiqatda festival davomidami yoki festival tugagandan keyinmi va hokazo. Mana shularga balki qimmat sotilar va hokazo. Mana shularni diqqat bilan eshitib solishtirsangiz bo'ladi. Xo'p, matnli holatidan tahlilni boshlaymiz. Yozani o'zi faqat gapirar ekan. Bismillah. 고창 수박 축제에 와주신 여러분 환영합니다. Ya'ni Ko'chang degani bu shaharni nomi, bitta viloyatdagi kichkina shaharchani nomi. Ya'ni Ko'chang tarvuz festivaliga kelgan, tashrif buyurgan do'stlar,
"Xush kelibsiz" deyapti. 환영하다, "xush kelibsiz". "Xush kelibsiz. 오늘부터 3일간 진행되는 수박 축제에서는 다양한 체험을 할 수 있을 뿐만 아니라 품질 좋은 수박을 저렴하게 살 수도 있습니다." Ya'ni bugundan boshlab 3 kun davomida, 3 kun mobaynida o'tkaziladigan Tarvuz festivalida turli xil tajriba, cheom o'zingiz qilib ko'rasiz. Nimadirlarni yeb ko'rasiz, qatnashib ko'rasiz, tajriba qilib ko'rish, eksperiment deymiz-ku. Turli xil o'sha tajribalarni qilib ko'ra olish bilan bir qatorda pumjil degani sifat degani. Sifat. Sifati yaxshi tarvuzlarni arzonga sotib olishingiz ham mumkin. 마지막 날 오후 4시부터는 장기자랑 행사가 있을 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. Ya'ni oxirgi kun obeddan keyin soat 4 dan boshlab mana shu talantlar shousi Hengsa tadbir edi. Tadbiri bo'lishi rejalashtirilyapti. Shuning uchun ko'plab 관심 qiziqish, ko'plab qiziqishingizni iltimos qilamiz. Bu taqdirida iltimos qilmoq. Ko'proq qiziqishinglarni iltimos qilamiz. Ya'ni iltimos kelinglar, qatnashinglar deb turib koreys tilida o'zi mana shunaqa qolip gapi bor. Nimadir bo'layotgan bo'lsa, mana shunaqa bu taqdirimda bilan beradi. Okey, tarjima qilib oldik. Endi solishtirishni boshlasak bo'ladi bir chetidan. Xo'p, birinchisi, 이 행사는 3일 후에 시작된다. Bu tadbir 3 kundan keyin boshlanadi deyapti. Haqiqatda 3 kundan keyin boshlanadimi? Bu yoqda aytyapti-ku, bugundan boshlab deyapti. Mana bu yoqda qaraydigan bo'lsangiz, bugundan boshlab 3 kun mobaynida o'tkaziladigan Tarvuz festivali deyapti. Ya'ni bugundan boshlanar ekan, 3 kundan keyin emas ekan. Birinchini chiqarib tashlayman. Siz buni eshitayotganingizda qilib borganingiz yaxshi. Oxirida chiqarishni boshlasangiz, miya eslab qololmasligi mumkin, hayajon va hokazo. Shuning uchun jarayonda eshitdingizmi, sразу chiqaring, sразу chiqaring. Subak 축제는 일주일간 열린다. Tarvuz festivali 일주일 bir hafta mobaynida o'tkaziladi. Bir hafta dedimi? 3일간 deyapti-yu, 3 kun mobaynida, bir hafta emas ekan. Chiqarib tashlayman. Changicharan, ya'ni o'sha talant, o'zini talantini ko'rsatadigan tadbir bugun 4da boshlanadi deyilyapti. Oxirida qarasak, mana oxirgi kun obeddan keyin 4 dan boshlanadi deyapti. Ya'ni 3 kun ekan-ku. 3 kun o'tkazilar ekan bu tadbir va eng oxirgi kuni bo'lar ekan. Tadbir bugundan boshlanyapti. Demak, bugun bo'lmas ekan. Oxirgi kuni bo'lar ekan. Ya'ni 2 kundan keyin bo'lar ekan. Shuni evaziga buni ham chiqarib tashlasam bo'ladi. Oxirida 4-inchisi o'z-o'zidan qoldi va to'g'ri bo'lyapti. Ya'ni festival mobaynida, festival muddati ichida tarvuzlarni arzonga sotiladi. Bu yoqda aytdi-ku, men qizilda belgilab qo'ygan. Sifati yaxshi bo'lgan tarvuzlarni arzon narxda, hamyonbop, choromada sadani bu yoqda sada berilyapti. E'tibor bersangiz, variantlarda bu yoqda choromada berilyapti. Chorom hada ham hamyonbop, arzon degan sinonim so'zlar bilan berib qo'yapti. Tarvuzlarni arzonga sotib olishingiz mumkin. Bu yoqda tarvuzlarni arzon sotiladi. Oddiy shu holatda 14 ga 4 ni olsak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 15. Bismillah. 15 ni tarjima qilishni boshlayman, variantlarini. Nima deyilyapti? Xo'p. 주말에도 도서관을 이용할 수 있다. Dam olish kunlari ham kutubxonadan foydalanish mumkin. Kutubxonadan foydalanish mumkin. Haqiqatdan ham 주말da ham mumkinmi, yo'qmi? Tekshiraman eshitayotganimda. 실내 흡연실에서만 담배를 피울 수 있다. 실내 degani xona ichi, 흡연 degani sigaret chekish degani, shil degani xona bilamiz. Samushil, ofis xonasi, hojangshil, hojatxona, xuddi shunga o'xshagan shilxona. Ya'ni 흡연실 bo'lsa sigaret chekish xonasi. Xonani ichidagi sigaret chekish xonasidagina tamberilpida bilamiz, pivda ya'ni sigaret chekmoq. Sigaretni chekish mumkin. Ya'ni shu yerdagina sigaret chekish mumkin deyilyapti. Xo'p. Haqiqatda faqatgina xonani ichidagi 흡연실da, ya'ni o'sha sigaret chekish joyida mumkinmi yo boshqa yoqlarda ham mumkinmi? Audioni eshitayotganimda solishtiraman. 도서관에는 커피 같은 음료수만 판입할 수 있다. Ya'ni kutubxonaga kofega o'xshagan 음료수 degani ichimlik bilamiz. Panib, mana shuni yodlab olsak bo'ladi. Panib degani olib kirish degani. Nimadir o'zingiz bilan olib kirasiz. Masalan, telefon olib kirish mumkin emas imtihon paytida. 시험때는 핸드폰 반입이 불가능 deydi masalan. Imtihon paytida telefonni o'zi bilan birga olib kirish taqiqlanadi. Ya'ni imkonsiz. Panib olib kirish.
Xo'p, kutubxonani ichida kofega o'xshagan ichimliklarnigina olib kirish mumkin. Haqiqatdan faqat ichimliklarni olib kirish mumkinmi? Yo boshqa narsalarni ham olib kirsa bo'ladimi? Solishtiraman. 열람실에서 휴대전화는 진동으로 해둬야 한다. Ya'ni 열람실 degani shilni bildik, xona bo'ldi. Yollamshil degan o'qish xonasi. Koreyada o'qiyotganlar bo'lsa juda yaxshi biladi. Kutubxonalarga kirsangiz, xonalar ajratilgan bo'ladi. Ba'zi xonalarda faqat noutbukdan foydalanish mumkin. Ya'ni klaviaturalar ishlaydi, tiq 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 tiq. Masalan, kitob o'qiydigan odamga shu klaviaturani ovozi ham qaysidir ma'noda xalaqit bo'ladi. Yollamshil degani o'qish xonasi. Ya'ni kitob o'qish faqat. Kitob varaqlashingiz mumkin, lekin planshet, kompyuterlardan, noutbuklardan foydalanish taqiqlanadi. Shunaqa holat. Yollamshil faqat o'qish xonasi. O'qish xonasida 휴대전화 bilamiz, qo'l telefon. Chindong. Chindong degani vibratsiya deymiz-ku, jiringlaydi. Jiringlaydigan emas, vibratsiya. Tebranadi, vibratsiya bo'ladi-yu. Telefon vibratsiya qilib qo'yish kerak, vibratsiyaga o'tkazib qo'yish kerak deyapti. Ya'ni ovozli bo'lmasin, vibratsiyali holatda qilib qo'yish kerak deb aytyapti. Ya'ni yollamshilda, o'qish xonasida qo'l telefoningizni shu bezuk qilib qo'yish kerak. Bezuk deymiz, uni hamma biladi. Okey. Variantlarni o'qib bo'ldim. Namja gapirar ekan, solishtirishni boshlaymiz. 오늘도 저의 도서관을 이용해 주시는 시민 여러분께 감사드립니다. Bugun ham bizni kutubxonamizni foydalanib bergan, ya'ni bugun ham bizni kutubxonamizdan foydalangan shahar aholisi, shimin degani shahar fuqarolari, ya'ni o'rtoqlar, sizlarga rahmat deb aytayapti. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. Ya'ni qisqa muddat davomida anne degani tushuntirish, nimadirlar haqida tushuntiradi. Qisqa muddat davomida mana shu tushuntirish beramiz deyapti. 말씀드리다 gapirmoq, tushuntirish gapiramiz, ya'ni tushuntirib beramiz nimadir haqida. 저의 도서관에는 커피를 비롯한 모든 음식물을 들고 들어올 수 없습니다. Bizni kutubxonamizda il pirotxada degan mana bu yoqda grammatika kelyapti. Bilmasangiz o'rganib qo'ying. Bu ilkida ham ko'p qaytariladi, tikkida ham keladi, mana ko'ryapsiz. Ya'ni il pirotxada degani dan boshlab yoki dan tashqari degan tarjimani beradi. Ya'ni bu yoqda bizni kutubxonamizda kofedan boshlab hamma imshigmul degan oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni yeydigan mahsulotlarni ko'tarib kirish mumkin emas. Ya'ni olib kirish mumkin emas. Kofedan boshlab hamma narsani olib kirish mumkin emas. Ya'ni kofe ham mumkin emas degan ma'noda aytyapti. Kofedan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarigacha, yeydigan narsalargacha ko'tarib olib kirish mumkin emas. Yangi tushi paranida. Yangi hada degani tushunmoq degani. Tushunib berishingizni so'raymiz. Ihe hadani nisbatan o'rtog'i desak bo'ladi. Sinonim. Tushunib berishingizni so'raymiz, ya'ni tushunishinglarni so'raymiz, bizni kutubxonaga olib kirish mumkin emas. 열람실에서는 모든 스마트 기기는 무음으로 해주시고 담배는 야외 흡연 구역을 이용해 주시기 바랍니다. Ya'ni o'qish xonasida hamma smart kigi degani uskunalar, hamma smart uskunalarni, smart aqlli uskunalar deyapti, ya'ni telefonmi, anaqami, smart watchmi, hammasini. Muum degani ovozsiz degan. Umuman bezbug ham emas. Ovozsiz rejim bor-ku, masalan, telefonda 3 xil rejim bo'ladi. Ovozli, bezuk, yana bitta bossangiz umuman ovozsiz bo'lib qoladi. Shu ovozsiz qilib qo'yib, ovozsiz qilib beringlar deyapti, ovozsiz qilib qo'yinglar. Ovozsiz qilib qo'yib, tambe sigaretni yave degan tashqari degan, tashqari. Ya'ni xonani ichi ham emas, xonani tashqarisi ham emas, umumiy binodan tashqari, ko'chada tashqari. Tashqari sigaret chekish kuyoq hudud. Sigaret chekish hududlaridan foydalanib berishinglarni so'raymiz. Shu yoqdan foydalaninglar, tashqaridan chekinglar deyapti. 저의 도서관 휴관일은 매주 월요일입니다. 감사합니다. Ya'ni bizni kutubxonamizni 휴관일 bo'lsa, mana shunaqa muassasalarni, joylarni dam olish kunlariga nisbat qilib aytiladi. Dam olish kuni. Ya'ni bizni kutubxonamizni dam olish kuni har hafta dushanba kuni. Rahmat. Tarjima qoldik, variantlarni solishtirishni boshlasam bo'ladi. Xo'p, birinchisidan ko'ramiz. 주말에도 도서관을 이용할 수 있다.
Ya'ni chumalda ham, dam olish kunlarida ham kutubxonadan foydalansa bo'ladi. Bu yoqda aytyapti-ku, dam olish kuni qachon ekan? Dam olish kuni har hafta dushanba deyapti. Demak, shanba, yakshanba ishlaydi. To'g'riga o'xshatdi, olib turaman. Agar 2-3 to'rni chiqara olsam to'g'ri bo'ladi. Har doim mana shunaqa holatda yondashuv kerak. Xonani ichidagi sigaret chekish joyida yana sigaret chekish mumkin. Xo'p, xonani ichida dedimi? Shunday shu binoni ichida degan ma'noda. Yave deyapti-ku, tashqarida, binodan tashqaridagi sigaret chekish hududlaridan foydalaninglar, deyapti. Shuning uchun ikkini chiqarib tashlaymiz. Kutubxonani ichida yo'q ekan sigaret chekadigan joy. Ba'zi bir binolarning ichida maxsus chekadigan joylar bo'ladi. Koreyadagilar juda yaxshi biladi. Koreyada sigaret chekish ko'p bo'lgani uchun mana shunaqa sharoitlarni ham qilib qo'yishgan endi. Uchinchisi. 토서관에는 커피 같은 음료수만 판이 할 수 있다. Kutubxonada kofega o'xshagan ichimliklarnigina olib kirish mumkin. Hop, olib kirish qayerda edi? Mana, kofedan boshlab hamma deyapti, hamma. Hamma oziq-ovqat, ya'ni yeydigan mahsulotlarni ko'tarib kirish mumkin emas. O'zingiz bilan olib kira olmaysiz, Travel ismida. Ya'ni kofe ham mumkin emas deyapti. Bu yoqda kofega o'xshagan ichimliklargina mumkin. Yo'q, kofeni o'zi ham mumkin emas ekan. Mumkin emas deyapti. Ichida bo'lishi mumkin. Biznes bo'ladi. Kutubxonalarning ichida bo'ladi o'zi kofe shoplari ko'pida. Kattaroq kutubxona bo'lsa. Xo'p, 3 ham ketdi. To'rni ko'ramiz. To'rda nima deyapti? O'qish xonasida telefonni chindonga, ya'ni o'sha bezuk holatiga qo'yib qo'ying deyapti. Bu yoqda mum bor. Ya'ni umuman ovozsiz deydi. Ovozsiz holatda ekan. Yo'q, bezuvgan emas ekan. Ovozsiz qilib qo'yishimiz kerak ekan. Umuman xalaqit qilmaydigan. Bezuvgan xalaqit bo'ladi. Umuman o'rnatigi bilan o'chirib tashlanglar deyotgan ekan. Va to'g'ri javob bizda 1 qolayotgan ekan. Sal maydalashib ketib qolibdi. Sal qiyinroq deb aytsa bo'ladi, lekin juda unaqa qiyin emas. Diqqat bilan eshitayotgan bo'lsangiz topsangiz bo'ladi. So'zlarni yodlab qo'ysangiz, tushunadigan narsangiz chiqsa topishingiz oson bo'ladi. Tushunmasangiz o'tib ketadi miyada. Faqatgina tushunadigan so'zlarga diqqat qiladi-da, qolgan tez o'tib ketib qoladi. Shuning uchun so'zlarni yodlab borish kerak. Xo'p, 16 ga o'tamiz. Variantlarni tarjimasini boshlayman. I 앱은 출판사에서 만들었다. Ya'ni app degani application, ya'ni dastur deymiz-ku, telefon dasturlari, Telegram dasturi, YouTube dasturi, programma, ya'ni Telegram programmasi va hokazo. Chulpansa degani nashriyot, kitob chiqaradigan nashriyotlarni chulpansa deymiz. Bu programma nashriyotda yaratildi, nashriyot tomonidan yaratildi degan ma'noda. 이 앱에서 책을 판매하지 않는다. Bu programmada kitob sotilmaydi. Xo'p, haqiqatda sotilmasmikin? Sotilarmikin? Tekshiraman shuni. Shuning uchun tagiga chizib qo'ydim. Chulpansada qilindimi, yo'qmi? Mana shu yerda solishtirsam bo'ladi. 이 앱으로 동영상을 제작할 수 있다. Ya'ni bu programma orqali 동영상 degani video degani, video. 제작하다 degani ishlab chiqarmoq, ya'ni chiqarmoq degan. Ya'ni bu programmada video ishlab chiqarsangiz bo'ladi, video chiqarsangiz bo'ladi, ya'ni montaj qiladigan programmalarga nisbat qilib aytilyapti. Xo'p, haqiqatda chizak qilsa bo'ladimi, ishlab chiqarsa bo'ladimi, yo'qmi? Belgilab qo'ydim. 4-inchisi. 이 앱을 통해 모든 책을 찾아볼 수 있다. Bu dastur orqali, bu programma orqali hamma kitoblarni qidirib ko'rsa bo'ladi. Qidirib topsa bo'ladi degan ma'noda. Haqiqatdan hammamikin, hammasini tagiga chizib qo'yaman. Hamma kitobni topsa bo'ladimi yoki ba'zi birlarinimi? Audioni eshitgan holatda solishtirishni boshlagan bo'lsangiz yaxshi. Bizda matn holati bor, endi tahlil qilyaptik, matnidan boshlayman. Xo'p, Namja savol berib boshlayapti. 이번에 선보인 애플리케이션은 어떤 특징을 가지고 있나요? Ya'ni sonpoda degani taqdim etilmoq degani. Taqdim etilmoq, namoyish qilinmoq desangiz ham bo'ladi. Ya'ni yangi chiqarilganda taqdim etildi deymiz-ku. Masalan,
17 Pro Max telefoni taqdim etildi. Xuddi shunga o'xshagan. Bu safar taqdim etilgan dastur, application endi ingliz tilidagisini ham olyapti, bilamiz. Zamonaviy koreys tilida ingliz tili so'zlarini ham ishlatyapti. Xuddi o'zbek tilida ham ishlatadigan holatimiz kabi. Ya'ni bu safar taqdim etilgan dastur qanaqa tikching degani o'ziga xoslik degan. Qanaqa o'ziga xosliklariga ega? Bu dasturda qanaqa o'ziga xosliklariga ega? 一本这个소개해주는 앱이에요. Bu dastur kitoblarni tanishtirib beradigan dastur, programma deyapti. Kitoblar qanaqa, nima, qanaqa kitobligini tanishtirib beradigan programma ekan. 출판사 앱이나 홈페이지에 가면 그 출판사에서 출간한 책만 소개하잖아요. Ya'ni nashriyotlarni programmasi yoki veb-sayti, homepage, veb-saytga boradigan bo'lsangiz, ya'ni veb-saytga kiradigan bo'lsangiz, shu nashriyotda chulgan hada degani nashr qilinmoq degani. Nashr qilinmoq, chiqarilmoq kitoblarga nisbatan material, o'quv qo'llanma bo'lishi ham mumkin. Shunaqa narsalarni chiqarmoq, nashriyotda chiqariladigan narsalarga nisbatan. Ya'ni bu faqatgina shu nashriyotlarda chiqarilgan kitoblarnigina tanishtiradi-ku. 그런데 이 앱을 이용하면 각 출판사에서 나온 모든 책을 검색할 수 있어요. Hop, 검색하다 qidirmoq degani bilamiz. 검색. Search yoziq turadi-yu, YouTube'larda masalan 검색 deb turadi. Koreyschaga o'girib qo'ygan bo'lsangiz, ko'rgansiz. Lekin bu dasturni foydalanadigan bo'lsangiz, har bir nashriyotlarda chiqib kelgan hamma kitoblarni qidira olasiz. Ya'ni hamma kitoblarni topishingiz mumkin. 책 내용이 소개팅 영상으로 연결되기도 하고 앱에서 바로 구매도 가능합니다. Kitobni mazmuni tanishtirilgan video 연결 degani bog'lanishi, videoga bog'lanishi ham mumkin. 앱에서 programmadan darhol kume degani sotib olishi, xarid qilish. Darhol xarid qilishingiz ham mumkin shu kitobni. Ya'ni yongol deyapti, videoga yongol qilib qo'yapti deyapti. Ya'ni qanaqadir skayneri bor. Skaynerini olsangiz, chipta qilsangiz, skaynerini suratga olsangiz, sizga video holatda shu video anaqani kitobni mazmunini tanishtirib beradi. Bu mana bu kitob mana bunaqa haqida yozilgan, mana shu kitobni bunaqa odamlar o'qish kerak deb turib ozgina marketingchi qilib bergan. Shu kitobni tanishtirgan, videochasiga ham bog'lab berar ekan, ham shu programmani o'zida darhol sotib olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, tarjimasini qilib oldik. Solishtirishni boshlayman birinchi variantdan. 이 앱은 출판사에서 만들었다. Bu programma nashriyot tomonidan, nashriyot yaratdi deyapti. Bu yoqda nashriyot yaratdi degan gap umuman yo'q. Xo'p, shuni evaziga buni chiqarib tashlasham bo'ladi. Nashriyot yaratmagan. Nashriyot yaratsa, faqat o'zini yaratgan kitoblarini, ya'ni o'zi chiqargan kitoblarni, o'zi chulgan qilgan kitoblarinigina so'g'i qilar ekan, tanishtirar ekan. Shunaqa degan mazmun ketdi va aynan qaysi kim yaratgani haqida ham matnda yo'q. Shuning uchun chiqarib tashladim. 2. 이 앱에서 책을 판매하지는 않는다. Bu programmada kitoblar sotilmaydi. Bu yoqda darhol oxirida aytdi, darhol sotib olishingiz ham mumkin dedi. Darhol sotib olishingiz ham mumkin dedi. Shuning uchun buni chiqarib tashlaymiz, sotib olish mumkin ekan. Xo'p, bu programma orqali videolarni yaratishingiz mumkin, ya'ni 편집 qilsangiz bo'ladi, chiziq qilsangiz bo'ladi. Yo'q. Unaqa gap ham ketmadi. Ya'ni bu montaj programmasi emas ekan, kitoblar haqida ma'lumot beradigan programma ekan. Video chiqarsangiz bo'lmas ekan. Video chiqib kelar ekan, yongol bo'lganligi uchun, skaner bo'lganligi uchun. Xo'p, to'g'ri javob bizda 4 bo'lyapti. 이 앱을 통해 모든 책을 찾아볼 수 있다. Bu programma orqali hamma kitoblarni qidirsangiz bo'ladi. Aytdi-ku. Bu programmani foydalanadigan bo'lsangiz, kak degan har bir degan, bilmasangiz yodlab qo'ying. Har bir nashriyotda chiqib keladigan hamma kitoblarni qidirib topishingiz mumkin. Nashriyotlarga bo'linmagan ekan. Okay. Hammasini topsangiz bo'lar ekan. Mana shu bizda to'g'ri javob bo'lyapti. Mana shu ko'rinishda ishlasangiz bo'ladi. 13 dan 16 gacha neon, ya'ni mazmunini, mosini topishimiz kerak. Birinchi tez o'qishga ishlash kerak. O'tgan safar ham aytib o'tdim. Siz variantlarni solishtirasizda, qaysi joylarda, detallarida aldaydi, mana shunga diqqat qilib
Taxmin qilsangiz katta ehtimol bilan shu keladi. Mana shu joyida aldab ketsa kerak. Bugun desa ertaga deyishi mumkin. Sovuq bo'ldi desa issiq deyishi mumkin masalan, a. Qiyin bo'ldi desa oson bo'ldi deyishi mumkin va hokazo. Qaysi detallarida aldaydi, shularni tagiga chizib eshitib turib, darhol chalg'itdimi chiqarib tashlaysiz, oxirida bitta ikkita qoladi. Mana u bo'ladi deb turib sraz belgilab, keyingi savolga o'tib ketsangiz bo'ladi. Shu ko'rinishda ishlasangiz, o'ylashimcha, bemalol topsangiz bo'ladi. Qiyin savol turiga kirmaydi. Kelasi videolarda, video darslarda ko'rishguncha bugun mana shu joygacha qilamiz. Foydasi tekkan bo'lsa xursandman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.